Assalomu alaykum. Mana biz xudo xolasa Navoiy Xatirchiga kelganmiz. Qizil Askar degan qishloq ekan. Bu yerga 220 da ishlaydigan meshalkamiz bilan 220 da ishlaydigan stachkaga qo'yadigan apparatimizni hozir kelib tushdi. Yurg'izib bir ko'rsatib berishga to'xtadik. Biz o'zi ko'p joyga buni ustanovkasiga bormaymiz. Bu yerga to'xtaganimiz sababi biz To'rtko'ldan, Qoraqalpog'istondan kelib turgan edik. Yo'limiz ustiga bo'lganligi uchun buni kelib ko'rsatib berib ketyapmiz. Bu apparatimiz mana meshalkamiz katta meshalka 220 da ishlaydi. Motorlari yangi, rozetkaga ulab qo'yganmiz. Akamiz ham mana stachkasini qilishmagan ekan, endi ko'chaga qo'yib, yurg'izdirib, rastvor tayyorlayapmiz. Apparatimiz ichkarida mana. Apparatlarimizni akamiz endi stachka qilishar ekan. O'zi kecha nimada Qashqadaryoda stachkasi yo'q joyga qo'yib ko'rganmiz, disk qo'yib tagiga. Endi mana shu joyga bitta ko'rsatib beramiz akamizga. Yana ham aniqroq bo'lib ko'ngillar to'qib ishlatishadi. Bu apparatimiz 220 da ishlaydi. Mana rozetkaga chiqib qo'yishgan, xudo xolasa bu yog'ini. Mana. Apparat 220 da ishlaydigan. Endi bu yerda stachka juda ham nobop, iloji yo'q shekilga qo'ydik. Mana taglari teggan yo'q, bitta ko'rsatib beramizda. Xullas kimga shunaqangi uskunalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Akamiz buni bank orqali kredit rasmiylashtirib sotib olishyapti. Bank orqali kreditga ham beraveramiz, xudo xolasa. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa Majnuntol tagida bo'lmagan stachkalar qilib qo'yyapmiz. Endi stachka yo'qda, nimadir ko'rsatib ketish kerak, iloji yo'qda. Mana shunaqa. Ha. Mana akam deyman, yura buni akam YouTube'ga mana qayerdan topdingiz bizni? Ha? YouTube'dan topdik. YouTube'dan topdingizmi? Keldi mana. Paqirda olib kelinglar rastvor. Shuni sot, olib kelinglar paqirga sot. Ama nima? Fon dahshat chiqyapti qo'yganim. Qani? Qaysi bir ekan? Ol aravani. Aravani ol. Bitta. Tozalab olasizlar mana shunaqa qilib. Ha, mana. Bitta ursalar mana tushadi. Endi vibratorlar yoqaveradi. Mana birinchi qizlar chiqdi. Endi stachkani to'g'rilash kerak. Ana buzib ham o'tib ketdi bitta ikkitasini. Endi bunga paqirda tashlaysizlar endi. Evet. Tosh uringlar. Mana g'ishlarimiz fasadni g'ish hisoblanadi, betlari ham o'ta silliq chiqadi. Bunaqangi notekis chiqmaydi, xudo xolasa. Hamma yo'g'i zakaz bo'yicha tayyorlangan, akamiz zakaz qilishgan. Kimga shunaqa uskunalar qiziq bo'lsa, bemalol ekran tagida raqam qo'yib qo'yamiz, murojaat qilaverasizlar.